Salom hammaga. Ushbu videoda siz BRICSBetga qanday ro'yxatdan o'tish, bonusingizni oshirish uchun qanday promokodni ishlatish kerakligi va Android telefoningizga ilovani qanday yuklab olish haqida batafsil bilib olasiz. Videoning izohlar qismida siz ikkita muhim havolani ko'rasiz. Birinchi havola sizni to'g'ridan-to'g'ri BRICSBet rasmiy saytiga olib boradi. Ikkinchi havola orqali esa siz BRICSBet ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Bu havolani bosish yoki nusxalab mobil telefoningiz brauzeriga joylash kifoya. Ilovani yuklab olib o'rnatishni boshlang. Muhim eslatma: ayrim telefonlar noma'lum manbalardan ilovalar o'rnatishga ruxsat so'rashi mumkin. Xavotirlanishga hojat yo'q. Bu juda ko'p ilovalar uchun oddiy holat. Ilovani muvaffaqiyatli o'rnatgach, siz uni ochib yoki BRICSBet veb-saytida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, kerakli ma'lumotlarni kiriting va eng muhimi, maxsus promokodni kiriting. Globet. Aynan ushbu Globet promokodi bilan siz oshirilgan bonusga ega bo'lasiz. Promokod videoning tavsif qismi hamda qistirilgan sharhda mavjud. Xatolik bo'lmasligi uchun uni aynan ko'rsatilgan shaklda nusxalab olishni unutmang. Xo'sh, bu promokod sizga qanday foyda beradi? Birinchidan, sport tikishlaridagi xush kelibsiz bonusingiz mamlakatingizdan qat'iy nazar 30% ga oshiriladi. Masalan, O'zbekiston aholisi uchun bonus miqdori 5 million so'mdan 6,5 million so'mgacha oshadi. Ikkinchidan, dunyoning istalgan nuqtasida kazino bonusi 1500 yevrogacha oshadi va qo'shimcha ravishda 150 ta bepul aylantirish taqdim etiladi. Bonus miqdori sizning mamlakatingiz valyutasida hisoblanadi. O'z bonusingizni tanlang va o'yindan zavq oling. Savolingizga javob topilmadimi? Hammasi Globet Telegram kanalida mavjud. Bu yerda siz BRICSBet saytiga va ilovasiga doimiy ishlaydigan havolalar, barcha qurilmalar uchun o'rnatish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar, yangilangan promokodlar hamda har kuni yangilanadigan sport prognozlarini topasiz. Barchasi sizga qulay tilga tarjima qilingan. Telegramni oching. Globet kanalini izlash orqali toping yoki ekrandagi QR kodni skanerlang. Barcha tikishlaringizda omad yor bo'lsin.